It's Sit down. Quvvat va Nozima. That is me. Ravshan va Sabrina. Shozbek. Tursun va Gulyora. Umurzoqov Manishir. Uralov Sherbek. Ural va Charosli. O'tkir va Nafosa. Hayitmurod va Parvina. Hasan va Shaydoxon. Xolbek Bunyodjon. Yuzboyev Ramazon. What was the homework? Uyga qaysi mavzu berilganida? O'tgan dars biz principal o'tgandik. 5 ta uyga vazifa, 5 ta gap tuzib berish va taslavlar bergan edingiz. O'tiramiz. Slovar emas, slovar ruscha so'z hisoblanadi. Lug'at, ya'ni dictionary yoki vocabulary desak, to'g'ri bo'ladi. Who is reading previous lesson? Kim tayyor o'tgan dars mavzusi bo'yicha? Hamma tayyormi? Yes. Kim javob beradi? Kim tayyor? Qani? Javob beramiz. I play football. I swim river. I read in copybook. I read book. Who will be? Yana kim tayyor? Javob beramiz. I cook food. Lug'at bo'yicha hamma tayyormi? Yes. So'rayman, o'tgan darsda lug'atlarini. Go. Come. Right. Study. Go. Read. No. Study. Xo'sh, read bilan study'ni kim menga farqini aytadi bolajonlar? Study bir narsani o'qimoq, read o'qimoq, study masalan dars bo'layotganda o'qimoq, shunday narsalar. Yaqinlashdik. Yana kim aytadi farqini? Kim biladi farqini? Study bilan read. Study bilan read, study bir narsani o'rganmoq, o'qimoq bo'ladi. Read, masalan, jurnalda kitob o'qish bo'ladi. Good job. Sit down. Go. Right. Read. Read. Study. Go. Right. Come. Watch. Tomosha qilmoq. Live. Yashamoq. Tayyor emasmiz darsga. Go. Read. Study. Go. Right. Come. Today's new topic is shopping. Write in your notebooks. Hammamiz daftarimizga bugungi yangi mavzuni yozamiz. Yerga yozib qo'yganman. Shopping mavzusi. Notebook. Yes. Xo'sh, bugungi topigimiz, ya'ni mavzumiz shopping. O'quvchilar, shopping haqida kim qanaqa fikrga ega? O'zini fikrini aytsin, keyin men qo'shimcha qilib, yangi mavzuni tushuntiraman. Shunga qarab. Xo'sh, javob beradi. Shopping deganda masalan birorta market yoki do'kondan narsa sotib olmoq bu shoppingga kiradi. U narsa sotib olishni o'zini xohishi, masalan uyga ro'zg'orlik yoki jihoz yoki o'ziga kerakli narsalarni sotib olish hammasi shopping kiradi. Who can tell me? Yana kim aytadi? Sharoz? Shopping deganda bozor yoki marketlarda o'ziga kerakli narsalar, masalan, uyga ro'zg'orlik
o'ziga kerakli kiyim-kechaklar sotib olish mumkin. Yes, good job. Sit down. Shelby. Shopping deganda uy jihozlari, kerakli mahsulotlar hammasi sotib olish mumkin. Shunchaki. Yes. Yes, good job. Because shopping means buying things or from the market in bazaar. For example, so we buy bread at the bakery. We buy clothes at the clothes shops. We buy vegetables at the market. Kim tarjima qilishga urinib ko'radi o'quvchilar? Birinchisiga tarjima qilamiz. We buy bread at the bakery. Biz non sotib oldik, ya'ni novvoyxonada. Ikkinchisi, second one is we buy clothes at the clothes shop. Biz ya'ni kiyim magazinda kiyim xarid qildik. We buy yes, good job. Shopping ya'ni biz o'zimizga kerakli bo'lgan ya'ni narsalar, yeydigan narsalarmi yoki misol uchun kiyim deymizmi, sabzavotlar deymizmi, turli xil oziq-ovqat mahsulotlari deymizmi, hammasini sotib olishimiz bu shopping qilishimizga kiradi. Ya'ni shopping deyiladi. Do you understand me? Tushunasizlarmi? Yes. Hozir shu mavzu yuzasidan listening qilamiz hammamiz. Open the 40 pages. Kitobimizni 40-betini ochamiz hammamiz. Are you ready listening? Yes. Okay. Certainly. The fitting room is just over there. Good morning. How can I help you today? Hi, I'm looking for a jacket for spring. Of course. We have a range over here. What size are you? Can I try on a medium size in this blue? Take care. Did you understand listening? Yes. Yana qo'yaymi yoki bo'ldimi? Tushundinglarmi? Hamma ulgurdimi yetishga? Can you repeat, please? Okay, yana bir marta qo'yaman. Ulgurmagan joylarimiz yana yetishga harakat qilamiz. Keyin javobini tekshirib tahlil qilamiz. Yes. Good morning. How can I help you today? Hi, I'm looking for a jacket for spring. Of course. We have a range over here. What size are you? Can I try on a medium size in this blue jacket? Certainly. The fitting room is just over there. It's too small. Do you have it in a large? Let me check for you. I'm afraid we don't have a large in blue, but we have it in black. Can I try the black one? Check the listening. Hozir listening bilan tekshiramiz javoblarimizni. Doskaga qarab hamma o'zini javoblarini tekshirsin. Tekshirib oldingmi? Yes. Xo'sh, kimda 10 ta chiqdi? Qo'limizni ko'taramiz. Yes. Okay. Kimda 9 ta? 9 ta chiqqanlar. 8 ta kimda to'g'ri? 8 ta. 8 ta hech kimda chiqmadi. 7 ta. 7 ta chiqqanlar yo'qmi? Nima bugun yaxshi ishladingmi deyman listeningni. Tekshiramizmi qolgan noto'g'ri qilgan nimalarimizni javoblarimizni. Ko'proq qaysi savolda nima qildinglar, adashdinglar, tushunmadinglar. Nechinchi savolni qo'ying? 7. 4. Borga adashdinglar, hozir borni qo'yamiz. Bir boshdan tahlil qilamiz. Good morning. How can I help you today? Hi, I'm looking for a jacket for spring. Of course. We have a range over here. What size are you? Now we write the new word out in your notebook. Hamma daftarimizga doskadan yangi so'zlarni yozamiz. O'quvchilar. So'zlar faqat.
bo'lsak, how much is this? Ya'ni bu misol uchun bu telefon narxi qancha, bu misol uchun ruchka narxi qancha deb siz savol berasiz sotuvchiga misol uchun. Sizga misol uchun sotuvchi savol berishi uchun can I help you deyishi mumkin. Sizga qanday bir yordam ko'rsata olamanmi? Mana shu ikkita savolni ham daftaringizga yozib olamiz. Endi o'quvchilar darsimiz ikkinchisi, ya'ni hozirgi sinfga bo'lib ikkinchisi o'tamiz. Mana shunaqa oddiy tayyorlatilganlar, eski darajalardagi savollarni, eski savollarni maktabda taqdim 5 minut vaqt beraman. Tayyorlanib boshlaymiz. Keyin navbatma-navbat javob beramiz. Har bir sinfda savol qo'yishni, ya'ni to'rttadan savol bor. Ikkitasiga bitsangiz, ikkitasiga bitsangiz javob berasiz. Shahrizoda, Shahrizoda. Do you like shopping? Why or why not? Yes, I like shopping because I enjoy shopping. Because I enjoy shopping. Good job. Yes. Sit down. Yana kim javob beradi? Sabrina. Do you like shopping? Why or do you not? No, I shopping. Why? Nima? Menga yoqmaydi. I don't like shopping deymiz. Yoqmasa. Lekin yoqmaydigan odam qanaqa uchrasa kerak? To'g'rimi o'quvchilar? Hammaga menimcha ikkitasiga pul bo'lsa shopping qilish albatta yoqadi. Sizlar o'tiramiz. Shuncha javob beramiz. Where are you when shopping? Siz nima sotib oldingiz? Savol Describe shopping experience you enjoy. Xullas, describe qilish kerak. Siz mana shopping qilganingizni, o'sha ya'ni qaysi nima sotib olgansizki, o'sha nimadan enjoy, ya'ni rohat olgansiz, o'sha mazza qilgansiz, ya'ni nima sotib olib mazza qilgansiz. I shopping books. I shopping books. Bal. Hop. Books bilan bog'liq. Qanchalik javob berdik? O'tiramiz mayli. Good job. Buy, shopping, dress, buy, sell, shop.
Cap. Now we can files three verbs. three verbs. Write the homework in your notebooks. The hammer that is yours will answer Uyga vazifa shopping mavzusida beshtada gap tuzish va har biri savollariga tayyorlanib kelish. Bugungi mavzuda kim nimalar o'rgandi? Kimni qanday fikri bor? Qani aytamiz fikrlarimizni. Sabrina, nima o'rganding bugungi mavzuda? Bugungi mavzuda listeningdan bilmagan so'z va lug'atlarni o'rgandim. Xo'sh, o'tiramiz. Yana kim? O'zini fikrini aytishmi? Nima o'rganding bugun darsda? Mavzuda shopping. Shopping har xil buyumlar sotib olish degan tushuncha. Our lesson is finished. Darsimiz tugadi. Hozir men darsda faol qatnashganlarni baholayman. Baholaringizni eshitib olasizlar. Qo'ng'iroq va Chinora 5 marks, Quvor va Nozima 4 marks, Ravshan va Sabrina 5 marks, Husnidin Xushnudbek 3 marks, chunki so'zlarni xato tuzdik. Kamchiligimiz bor. Keyingi darsda albatta yaxshi qatnashishga harakat qilamiz. Umurzoqov Vanishir 5 marks, Umurzoqova Shahzoda 4 marks, Uralov Sherbek 5 marks, Ural va Charos 5 marks, O'tkir va Nafosat 4 marks, Hayitmurod va Parvina 4 marks, Hasan va Shaydoxon 4 marks, Xolbekov Bunyodjon 3 marks, chunki Bunyodjon umuman ishtirok etmadi darsga, faol qatnashmadi. Yuzboyev Ramazon 3 marks. Ramazon ham unchalik yaxshi qatnashmadi darsga. Darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Keyingi darsga xush